Salom do'stlar, sizlar uchun tilasi haqida foydali narsalar o'rgataman. Xo'sh, Mi Club degan joyda bosasizlar. Keyin Training degan joyda bosasizlar. Keyin ozoq kutasizlar. Sizda mana bunaqa joy chiqadi. Keyin Freaky Chiki degan joyda bossalaring, shtrafnoy tepasizlar. Bu yerda men bu yerda ko'p ronda ura olmadim. Xo'sh. Yana bir zarba, yo'q, noaniq. Voy, bu ham noaniq. Bundurech yo'q. Zarba. Voydi. Taxminan bosaveraman. Bosdim mana. Taxmin. Gol. Endi mana bu yerda bosib chiqib ketasizlar. Chiqib, yana shu yer. Craning kick degan joyda bosasizlar. Penaltini ko'rsatorman, uzr. Keyin shu yerda o'g'lalar tepib shug'ullansalaring bo'ladi. Keyin penalti degan joyda bosasizlar. Keyin bu yerda penaltilashasizlar. Bir tepasizlar, ikkinchi bo'lib to'sasizlar. Keyin yana bir tepasizlar, yana to'sasizlar. Shunaqa qilib shug'ullanasizlar. To'sishdi, tepishdi. Keyin yana chiqib training degan joyga kirib, bu yerda jamoangiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bu yerda ancha o'ynashingizni kuchaytirib olasiz, aldashlarni. Mana darvozabon qo'yib qolgan bu yerda. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yasizlar. Chiqib ketamiz. Like va obuna.